Mikrokredit bank taqdim etadi. Osmon yerga yaqin. Bu kitobda voqealar samimiyat bilan bayon qilingan. Kechinma va xulosalar qalbingizdagi sokin tuyg'ularni jo'shqinlantiradi. Nogoh osmonning boshingizga tegib turganini his qila boshlaysiz. Zero ezgu fazilatli insonlardan ibrat, odatiy voqealardan hikmat, go'zal xotiralardan quvvat olib yashash bilan umr zavqliroqdir. Chig'anoq loyihasi doirasida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, iste'dodli shoir Faxriddin Hayitning Ijod nashr nashriyoti tomonidan chop etilgan hayotiy hikoyalari jamlangan Osmon yerga yaqin to'plami biz tanigan odamlarning biz bilmagan hayotidan so'zlaydi. Eng ulug', eng aziz respublika tanlovida eng yaxshi publitsistik kitob deya e'tirof etilgan mazkur to'plam o'z umringiz, kechmishingiz haqida o'ylashga, bosib o'tgan yo'llaringizni bir-bir ko'z oldingizdan o'tkazib, hayotingizning har bir lahzasini baholashga, atrofingizda charx urib turgan baxtni his qilishga chorlaydi. Ishoning, osmon yerga yaqin. O'qing, o'qing va yana o'qing. O'qigan millat yuksaladi.